Yaxshimsizlar, qora ko'zlar, yaxshi tudinglarmi? Men sizlarningki riyosat do'stinglar qora ko'z bo'laman. Bugun bizningki Qaytirayli xalqim degan programmamizningki ikkinchi qismi suratga ilindi. Bugun yana burunqi o'xshash qarz berib ololmagan, qarzni qo'yilib qaytmay turganlarningki suhbatiga daxil bo'lamiz. Qani bizningki birinchi bo'lib sahnaga taklif qiladigan mohirimiz bo'lsa, qarzni berib ololmayotgan yosh yigit hozir bu odamni sahnaga taklif qilamiz. Qani marhamat. Qanda enam yaxshimi, yaxshimi? Bo'p qoldi herhalde, xeyli yaxshi ichib olibsizlar. Yaxshi ichib oldik, ha, bu munosibni. Hay, bo'ldi. Nima ish qilyapsiz? Bugun ana bilan ya pulni ilishimiz, ya bir etishimiz. Bo'ldi, o'zingizni besaylang enam. Sizdek bunda havo mushaqlarni jiq ko'rdim doyimda. Boshlab aytdik mashqni soatni 5 ga to'g'rilabdi. Hamma ahmaysa. Havog'im shatqan bilan hamma yoz kuni soyani qo'ygan gula. Shoshtiringmaydi. So'raydigan savollar bor. Bir-birlab javob bering. Qanday? Bo'ldi. Savol. Sizning ismingiz nima bo'lib ketdi? Bunda taqdiringiz qarsam xili bir tayin va oilaning bolasida qilasiz. Adamingizning mehchib topgan pulni g'adib xashlayotgan bir puraqni purayapman. Ismingiz daha boshda. İsmim Satta, raqamim Sig'iz. Men boyada hech kim ocholmaydi yig'iz. Boyunuz sal cho'gaga jig'ra xapiran meg'iz. Ya'ni bo'ldi siz qopiyali gaplarni o'rganib endi. Bo'ldi biz ikkinchi savolimizga o'taylik. Siz bu qarz bergan tarafni qanday taniysiz? Qanday ahvol ostida tanishgan, qanday ahvol ostida qancha pul bergan? Shu to'g'risida bizga ozroq bir ma'lumot bergan bo'lsangiz, Sig'iz apandi. Shu aka men buning bilan jubat tanishgan. Bir kuni kirsam, Kazoda o'tiribdi. Bu yon degan Mondo zanjir, oltin zanjir. Fichi degan Versace, LV, qo'ltiq degan Prada'nikini qistiryapti. Atrofida 10 qiz olib to'lishib ketibdi. O'chun deb men shundan buningda puli bor demamdim. Yaqinlashganman buningga. Yaqinlashsam 4 kundan keyin bir shifofkam deb izdabdi. Nima ish desam 50 ming pul versang bir aydan keyin 70 ming qilib qaytarmayman. Bu fursat bir keldi kelmaydi dedi. Shunlar ichimga o't tushmamda. Berdim o pulni. Bersam 7 ay oldu mana. Ya bu yo'q, ya bu yo'q. Bu yandagi zanjirlarim yo'q o'zining. Yaman yeri shu cho'nglarda olgan pul dedigini hozir o'tirdi. Qisqanchilikda qoldim Jumajinim aka. Mana tomoshabinlar hozir Satta Sig'iz enimizning so'zlarini anglagandan keyin bu ishning tegi-tekini bir aql tushunib yetdik. Jo'ba tanishgan aksiga ishinib bergan ekan pulni. Aks bilan qadinaz bo'lib chang siqishibdi qo'lni. 50 ming 70 ming qilaman deb bergan ekan va'dini mana hozir Satta kelib xalq ustida dadini. Endi jamiyatimiz shundaqla hozir mushtaq ishlar intayin jiqib ketdi. Oltin zanjirni birini taqaydi. 1000 per so'mkada birini qistiriblar. O'zi xobiga intayin qazib ketgan. Moyim bilan aloqasi yaxshi emas. Lekin o'ltag'anlar yerda cho'ng shangmoning parani qilib, nurg'unlagan sadda insonlarimizningki pullarini sug'urib elib yo'qab ketib qolgan insonlar intayin jiq. Shunga meningki shu kang xalqqa deydiganim bir odamga mayli mablag' solish bo'lsin, mayli qarz berib turish bo'lsin, ashtaq vaqtlarda pul berishdan oldin bu odamning kaynini azroq surishtirib, anandikin pul sunishlarni chin qalbimdan umid qilaman. Endi biz bo'lsa bu ikkinchi sonimizningki Dabshaqchan apandimni sahnaga qilib taklif qilib, ati bashirsini bir ko'rib baqaylik. Qani, marhamat. Qanda qarikiz? Qanda nerdan ya yenisanmi? Ben. Bir talay kelime tekiyim. VIP kartanla bana beceri olay birini. Ya bak gelinimi kensacıma sen. Ya Merdan, ben sana rast kol koydum diyorum. Sen bu aldın gittim, elik balını koygandan, ma gittim, mağını koyupsa, sen rast kespi kensacıma sen. Sen bir alaydı bir usulun bağmamış adamlarını koyuşta. Sen bu adamların koyulmaydığını kanda fıksa sen bak bir qaraplı bir adamlarını koyulmaydı baha bereleydiğanga okşavatsa sen. Kanda önürün babi de bir xalq bir anlap baksın. Gapni bu yerda degilinmaydi qarikiz. Endi xalq texim hoşyarab ketadigan bo'ldi. Men avval bir odamni qo'yishdan burun bu odamning shingzosini, ya'ni yulduz turkumini bilib olaman. Bu odamning qanchinchi oy tug'ilganligini bilib olib, Vishinning izdash degan yerga kirib, yulduz turkum deb bassam bir abjaq chiqadi. Men shuningdan bu odamningki yulduz turkumini izlab, mijoz xarakterini bilaman. Bu adamның qo'li ochiqmi yoki pixsiqmi?
Ha? Qo'li ochiq bo'lsa, shu qo'li ochiq odamga bevosita hujum qilma. Qisqlarga aytib hujum qilma. Qanday? Yo, Merdan Dapşaq. Bu xalq bu abjaqni mında bir iliqi bir muvafiqniki mijoz xarakterida qarta, shuning bir jingishlarni bermadi. Bunda bir yaxshilik ishlab chiqargan bir abjaqni sen qo'ymichilik ishlab dedigina sana rost qo'l qo'ydim juma men to'g'ri. Bo'ldi. Gapni uzatmaylik. Sen mabon tonamsan, o'tirganlarda qanday ilm berimba bir yaxshi tushuntirib qo'yam menga. Taniyman buni. Go'y, o'tganiga 50 ming qatti razumay beribsan menga. 4 gündür tügüdü o pulan, berkiti yok mu bir pulki ama. Razı bəgən olsan bir ay xəşləyə qoydum mən onu. Budan pul versən razı ol bəcmə bana. Olmasa bəmə. Turuşun. Setli. Әкелер қыркызман микрофонды. Пешін еріп лейтіп мана бұдақ әлік мана бірақ разы ol берем. To'xtabdi, inem. Bunun bu beşini yerib qo'yib 50 ming belgili olmaydi. Bunun beşini yerib qo'ysan qaqa, hammaning pulini sen berdiga chiqadi. Bunda da men yaxshimda aldirib qattiq qo'llik qilmagan yaxshi. Qanda biz hal qilamiz. Qanda biz hal qilamiz. Biz bana ishon. Bulamda sevg'iz. Yaxshi sizlar aziz tomoshabinlar. Mana hozir biz bu Merda apanning gapini anglagandan keyin intayin hayron qolinglar cho'qim. Men chunki men o'zim bek hayron qoldim. Bu odam hozir qo'ygan pulning berkitini so'rayapti. Demak, bu odam qo'ygan pullarniki xajlab etganda nəhayət bərkətsiz tükkanligini, bunundan keyinki qo'yilmoqchi bo'lgan insonlarning bunga pul berayotgan vaqtida rozi bo'lib berishini qattiq xalqdan so'rayotdi. Bu hikoyalarni anglab men o'zim ozroq bearam bo'ldim. Qani hozir biz mikrofonimizni bizniki dangliq iqtisod yetakchisi, iqtisod muallimi Michael Malimga ikki og'iz so'z beraylik. Qani Michael Malim. Hello everyone, I love you. Where are you from? Happy birthday to you. Yaxshi do'stlar, men sizlarniki iqtisod ma'lumotlar Michael teacher bo'laman. Endi men hozir bu yergi storyni anglagandan keyin shuni his qildimki, Mao Satar brother, Mao Merdan brotherga mushtaq 50 ming qo'yib beribdi. Endi bu Merdan brother Satar brotherga shu 50 ming pulni 70 ming qo'yib qilib qaytarishni va'da qilibdi. Bu yerda qaytaramabdi bu yerda. Endi mening demoqchi bo'lganim Satar brother, sen menga aloqalaringni yig'ib, sizlar 10 bola bo'lib 50 ming pulni 500 ming qilib menga beringlar. Men sizlarga bir oydan keyin 700 ming qilib qaytarma. I promise. Men to'pim basqaman. Agar qaytaramay qilib qolsam, mana men nafasniki mana ma bolkalar bor shunda payzi yeyishlik. Shu nafasniki ma Big Boss lobini meningki brother bo'ladi. Agar qaytaramay qolsam, asladan skratga berib, bir kamas nafasni yemeklikni besib, apkasam bo'ldi. Buni sen qanday qaraysan? Alright or no? Yaxshimcha tomoshabinlar, mana hozir Michael Malimning gaplarini anglagandan keyin men intayin hayron qoldim. Shundoq bir insonni men ma'lum deb programmamga aytganimdan sizlardan tuvanchilik bilan kechirim so'rayman. Meni kechiringlar. Hatto inim siz bu Merdanninki gaplarini anglagandan keyin siz qanday bir ta'sirotlar keldingiz? Ben aka bu pulni zodi olmasam bo'lmaydi. Bu pul cho'nglarning pul deyam deyman, yo'g'on boshliq ishlatib qo'yganim yomon pushaymanim bor. Bu pulni zodi olmasak bo'lmaydi. Merdan efendim, siz bu satda qanday javoblaringiz bor? Ya qara Afgan, men rasiyatni qilay. Hozir mendan 50 ming qo'y emas, 50 ming chiqmaydi degina. Mushlarni mush programmaga qatnashib berang deb men mush programmadan 200 qo'y pul berib chiqyapman men. Mushlar bilan jinimni jon etib ketib borman. Men yaqinda biz qamoq qilinay deb qoldim. Ilinsa 200 ming olindi. Aşağıda yemek yemesam cho'tda arpray. Qanda? Cho'turani chekanga taq qiltiryapti. Men kelishni oldida bildim, qarkizga bu pulni olamaydiganimni. Lekin mana shu bizning xalq menda bir ibrat olsin deb keldim shu programmaga. Yaxshimizlar aziz tomoshabinlar, mana biz bu hikoyalarni anglagandan keyin shuni his qildikki, dunyoda unday oson ish yo'qki. 50 ming berib 1 oyda 70 ming oladigan, 100 ming berib 1 oyda 150 ming oladigan ishlarning hammasi yolg'onchilik, oqibati pullarni yo'qotib qo'yish bilan oxirlashidiki. Bizning endi umid qilganimiz buningdan keyingi kunlarda agar shunday bir fursatlar sizlar oldinglarga kelib qolsa, osonla ishini pulni berib etmasliginglarni chin qalbimizda umid qilamiz. Merdan efendim, Xo'sh, endi sen buningdan keyin bizning bu programmamizga qaytilib chiqaversangmi, o'zingga yaxshi emas, senga yuz kerak. Endi sen bitek to'y qilmagan yosh bola ekansa, buningdan keyin to'y qilsa qara,
balalarың bo'ldi. Bunda chiqaverib, xalqning hammasiga to'nilib ketib, dapshaq olib ketib qolsang, buningdek kunlaring yaxshi o'tmaydi qara. Shunga men sana qo'yimchilik qilmasangmi, yaxshi pul topadigan bir amalni meni ko'rsatib qo'yay. Sen mavi undidarniki izlash degan yerga Elan FM deb bassang, ashada bir Gongyo xav chiqadi. Elan FM deb. Sen ashning ichiga kirib, u yerga nurg'un korxonachilar, nurg'un mahsulotchilar o'zlarining mahsulotlarining ilanını berdi. Sen o ilanını o'zingning do'stlar chamiriga chiqarish orqali sen kunda qimmat yarata olaysan, kunda pul topa olaysan. Do'stlar chamiriga bekor tusim turadi. Uningdan ashada ashlarning ilanlarini do'stlar chamiriga chiqarish orqali kuniga 100 ko'y, 200 ko'y, 500 ko'y yaxshiroq bo'lsa pul tepib ketalaysan. Men seninki shunday ishlar orqali haqlarni oldimaganlik orqali pul tepib yaxshi turmush kechirib, men yuzingni yo'riq qilsam, chin qalbimdan umid qilaman do'stim. Bulamda Rahmat do'stim, qora ko'z. Menga to'g'ri yo'l ko'rsatganingizga. 抖音。